Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun bu yerda bir kichkina bir mini kotelni oladan bo'ldi. Keyinchalik shu bugun ertaga bu yer o'raladi. Kichkina kabinet bo'ladi. Hozir sizdan mini kotelni bilan tanishtirib o'taman. Bizlar zakritli sistemaga ko'mir kotelimizni obvязка berdik. Hozir bularni hammasini sizlarga xudo xolasa tanishtirib o'taman. Yine görüp turganlarınızda tamam bu katyolunu ulanışında sложный narsa yok. Bir azgana bir perdelke işleri var bu anı. Başka bence bir sложный yeri yok. Köpçülükte saval da oladı. Bu katyolla zakritli sistemada kaynap getemi getmeyimi de yok. Bize buna sinap gördük. Bu katyolda emas. Cooper Mega deyen katyol yakında koyup verdik. Ustanovka kılıp. Aşı katyolumuzda 3 saat 4 saat davamında sirkülasyon nasosunu ölçülgen halatda tekşirip gördük. Zakonli umuman gap yok. Nijni горение котелла, yani tverdo topливный kattık cisimde yanuvchi katyolla, yani kömür otunga yanadi katyolla. Nijni горение bo'lsa qaynamay ekan. Agar verxniy горение bo'ladigan bo'lsa qaynaydi. Uni sababi Nijniy горение bilan verxniy горениyaning ikkisini farqi, verxniy goreniyga bir xalta kömür tashlagan vaqti u xalta kömürni hammasi alışadi. Şunun hisobına sirkülasyonli nasos o'chib qolsa qaynab ketish ehtimoli bor. Agar nijniy горение bo'ladigan bo'lsa, buni ichini ochib ko'rsataman sizlarga. Hozir dam olish rejimida turibdi. Yine xullas yurttaşlar görüşleriniz mümkün. Hazır katyol dam olish rejiminde. Bundan ichki yanadı. Xullas bu yerda ventilator puflab bergan vaqti bu yerdan уже tutun yo'li pastdan ketgan. Bunday yuqori chiqadi, keyin pastga tushadi, keyin oxirida mo'ridan chiqib ketadi. Shuni hisobini katyol qaynamaydi. Ne uchun desa, faqatgina bu yerda dolu turgan bo'lsa, faqat bu yerda pastki qismi olishgan turadi-da. Shuning uchun bu katyol qaynab ketmaydi. Biz sinab ko'rdik. Buni ham hozir xudo xolasa yana hozir 50 gradusda turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Shu holatda sirkülasyonli nasosni o'lchimizdan 1 saat 2 saat davomida hozir испытание ko'ramiz buni. Bu yerda ulangan. Tak, sirkülasyon nasos o'chirdik. Ko'ramiz hozir. 1 saat 2 saat davomida necha gradus ko'tarar ekan. Keyin bu yerda yana bir narsani aytib o'tib ketchakman. Yana bu bypass ne uchun turganini hozir men sizga aytib o'tib ketaman. Keyin ichana girib batareyalarni graduslarini teplovizor orqali men sizga o'lchab ko'rsataman. Birinchi radiator bilan oxirgi radiator necha gradus raziyasiya berib turganini. Agar samotok sistema bo'ladigan bo'lsa, katta raziyasiya beradi. Zakritli sistemada sistema zakonli izolyatsiyali, ya'ni chexol gizib hamma turbaga o'tirilgan bo'lsa, где-то 5-10 gradus raziyasiya beradi. Men shuni sizlarga hozir praktikada ko'rsataman. Xullas, mana bu bypassimiz nima uchun qo'yilgan? Birinchi marta katyolni ishga tushiracaksiniz. Katyol sovuq, sistema umuman ishlamay turibdi. Siz galasdan nasosni qo'shib, katyolni yoqib boshlagan vaqti birinchi iminni nasos qo'shganda obratkadan, podachadan issiq suv ketsa, obratkadan sovuq suv keladi katyola. Katyol sovuq suvni ko'p vaqtda qizdirib beradi. Ham buni ichine obratkadan sovuq suv kelib turganning hisobini stenkalarini ichki taraflarini shilaq yopishadi. Uchun desa içinde o't yanib turibdi, obratkadan sovuq kelib turibdi. Shu bilan shu o'rtada kondensat paydo bo'ladi. Damirning yuzasida yana shapik narsa yopishadi. Keyin bu issiqlik berish suva içindeki suvuna issiqlik berishi kamayadi. Qizdirib berishi, ya'ni. Shuning uchun bu yerda bypass o'ylab qo'yibmiz. O'zi buni ondan 3 ходовой qilib qo'yiladi. Bize samodelni bir optimalni bir byudjetni bo'lishi uchun
kranik qo'yib qo'yibmiz bypass etib. Bu ina yarim ochiq holatda turadi. Podachadan kelgan issiq suvni ma'lum miqdori, ya'ni 20 lik turbada obratkadan ketadidan kotyola sovuq suv bormaydi. Podachadan ketdi, ozgina issiq suv bandan kelgan obratkaga qo'shiladidan kotyolimizga issiq suv boradi. Masalan, obratkada 20 gradus kelib turgan bo'lsa, shuni 30-35 gradus etib, shu bypass kotyolning ichine borishini ta'minlaydi. Shuni hisobini kotyolimizni ichini teplobmenniki shlak baylamaydi. Issiqlik berish ham zakonniy bo'ladi. Ham ichindagi suvni tez qizdirib 50 gradus 60 gradusga chiqishini juda katta yordam bo'ladi. Yana ko'rib turganlaringizdek, bu yerda уже kotyolimizni qo'shganimizga где-то bir 2,5-3 soatlab bo'ldi. Podacha bilan obratkamiz birlashgan. Bu yerda 41 gradus ko'rsatib turibdi. Obratkada podachamizda yana ko'rishlaringiz mumkin 45 gradus. Bu где-то bir 5-6 gradus raziyasiya berib turibdi. Keyin yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Keyin chana giramiz, radiator qismini ko'rsataman. Shu bilan keyin video obzorimiz tamom bo'ladi. Hozir bu yerni ko'rsatib, yana ko'rib turganlaringizdek standart 5 metr mo'ri 150 lik qo'yilgan. Va buni deshini folgali stiklovata o'raganmiz, 2 sloy. Uchun desa bu yerda kondensat paydo bo'lmasligi uchun. Oqshom buni bir yoqib испытание qildik. Stiklovatani o'ramay yakkan vaqtimiz yana ko'rganlaringizdek bu yerda kondensat paydo bo'ldi. Buni yana 3 soat davomida yoqib turibmiz. 1 gram ham kondensat damg'ani yo'q, yana ko'rishlaringiz mumkin. Buni bu shunday holatda qolmaydi. Menga tunika zakaz etilgan. Tunikadan turba atib o'raladi. Shu bir 18 sm bo'ladi. Shunda deb giziladi. 100% dakansa 5 metrdan giziladi. Yine ventilatorda qilgan nasos ko'parib tashladi. Hozir sistema umuman aylanmay turibdi. Gradusni ko'rishlaringiz mumkin. Yangi 50 endi 50 dan tashab borayotir. Lekin ko'tarmadi hali sistema. Beri воздухотводчик qo'yilgan. O'rtasida bu barometr ko'rganlaringizdek, bu zirnoy klapon 3 bardan o'tib ketib, kotyola davleniya hosil bo'lsa, bu o'zindagi lishni davleniyasini chiqarib berish uchun qo'yiladi. Yine ko'rib turganlaringizdek teplovizorni qo'shib qo'yibmiz. Yana bu yerda to'pli polni podacha obratkasi kelgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Yana buning ichida to'pli pol bor. To'pli pol ham zakonnik turibdi. Chotki bu yerda to'pli pol bilan kuxnidagi bir dona radiator отдельно ulangan, lekin ikkisi ham bir nasosda aylanadi. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Chotki qizib turibdi. Yuqori 43-42 gradus berib turibdi. Pasi, естественно, sal 10 gradus past bo'ladi bu radiatorni. Hozir ishida 2 dona oxirgi radiatorimiz bor. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Yuqori 42 gradus berib turibdi. Gradus 40-41-42 etraf. Bu oxirdan bir eldingi radiator. Ko'rishlaringiz mumkin. 40 gradus. Hozir sizlarga ko'rsatganim oxirgi radiator edi. Ko'rishlaringiz mumkin. 40 gradus. Oxirgi batareya bilan birinchi batareyani raznica вообще bildirmay turibdi. Bu ne uchun desa, polni teyinda o'tgan turbalarimiz hammasi izolyatsiya bilan o'tilgan. Endi bu polni teyindan o'tirilgani uchun ona izolyatsiya gizilmagan. Polni teyindan o'tadiganlari обязательно izolyatsiya gizish kerak. Ko'rishlaringiz mumkin. 42 gradus. Shu 40 dan 42 ga. Kotyolimizdagi gradus 47-50 atrofi edi.
Где-то bir 5-10 gradus radiusga boradi. O'shadan gripga bu. Ko'rishingiz mumkin. Podacha обратga. Bu tepada ketgani podacha ana pastda folga bilan kelib turgani obratga. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu dalanimizdagi ikkinchi radiator bu. İkinci точка. Так, hozir fokusировка нормальный bo'lsin. Так. 40 gradus berib turibdi. 40 gradus. Bu ikinci bataryamiz. Buni ko'rishingiz mumkin. Bu üçüncü batarya bu. Üçüncü radiator. 38 gradus. Ana. Ne teplovizorimiz ichki ko'rsatishini ko'rishingiz mumkin. Odamni ichki ko'rsatadi. Tak, 3, bu 4. bataryamiz. 4. Уже bataryalarım soğuk başladı. Yani ko'rsatgan vaqt 40 gradus berib turadi. Biz nasosni ko'parib tashladik. Bataryalarimiz so'vib boshladi. Shuni oxirgi точка. Tak. 34 35. 35 36 gradus. Yine görüp turganlaringizdek aradan 1 saat o'tdi. Sirkulyatsion nasosimiz o'chirilgan. Yine kotel 50 gradus 47 gradusda o'chgan bo'lsa 55 gradus bo'ldi yine. 10 gradus ko'tardi 1 saatda. Bo'ldi, уже kotel sovib boshladi. Bundan buyon kotel ko'tarmaydim. Qo'shmaydim. Ne uchun desa, regulyator 50 dan turibdi. 50 dan pastga tushsa qo'shadi ventilyator. Bo'lmasa qo'shmaydi. Demak, bu kotelimiz qaynamaydi. Qaynab ketish ehtimoli yo'q bu kotelda. Nijniy горение kotellarında qaynab ketish ehtimoli yo'q yine. Praktikada sinab gördük. Kime shunday xizmatlar kerak bo'lsa, описаниеda telefon nomerim qoldiraman. Xizmatlarimiz butun Xorazm bo'ylab bemalol murojaat qilaverasizlar. Teplovizor xizmatlarimiz ham bor. Ko'rib o'tganlaringizdek, betonni teyinda yotgan, döşülgen, yarılgan, ataplenda turbalari bo'laman. Teplый pol turbalari bo'laman. Bemalol tekshirib, na mesda устранить qilib beramiz. Savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar.